dollar hammasi yaxshimi? Zo'rmisiz aka? Bugun aka sizdan bitta narsa so'rayman. Shu paytgacha ersonlar o'tkazganmiz, mana shu xalqimdan yordamlar so'raganmiz, hamma mana shu insoniyatdan bizni kuzatib turgan insonlardan yordam so'raganmiz. Ko'p yordam bergan insonlarimizni pastda endi hammasi demayman, pastda 80% yolg'on bo'lib chiqqan. Akajonim, sizdan bugun nima so'rayman aytaymi? Faqat va faqat rost narsa so'rayman. Faqat va faqat bizga faqat rostini aytishingizni iltimos qilib so'rayman. Erta mana bu narsani o'qidi deb, erta mana bu katta ishni boshlab, shuncha xalq uchun sizdan, siz uchun mana shuncha xalqqa egilib turib, shuncha xalqqa boshimni yekkan joyimda, erta men bu insonlarning oldida yuzim boshqacha bo'lib qolmasin. Tushunyapsizmi meni jon akam? Meni bu yerda kuzatib turgan insonlar akam emas, radnoy, tug'ishgan opam emas, boshqa emas. Ehson batilni boshlaymiz. Faqat savollarimga 3 ta savol beraman yoki 2 ta savol beraman. Rost va faqat rostini ayting. Kelishdik bra? Kelishdik jon akam, kelishdik. Ismingiz Furqat aka ekan. Assalomu alaykum Furqat aka. Qaysi viloyatdansiz? O'zbekistonda qayerdansiz aka? Namangan viloyati. O'zbekiston Namangan vodiydan, to'g'rimi? O'zbekistondan Namangandan vodiydansiz. Necha yildan beri mana shunday ahvolda, qo'pol qilib aytsa, endi uzr-ab. Nogironlik holatida necha yildan beri mana shundaysiz yoki tug'mami bu narsa? Yo'q, 2021-yil 19-oktyabr kuni shunaqa holat bo'ldi. Hop. Shu ko'zim ertalabda eslayman. Shu 9-10 vaqt edi, shu vaqtda keyin ko'zim ochsam, kechki vaqt 6-7 ta qorong'i. Doktorxonada yotibman. Qizim bilan ayolim shu tepamda turgan ekan. Qizim yig'lab. Nima bo'lgan? Nima holat qanday bo'lgan aka? Holat qanday bo'lgan? Shu daraxtdan tushib ketdim-da, daraxtga chiqgan edim meva terishga. Daraxtdan yiqilganingizdan keyin ana shunday holatda adashmasam 4 yil, 5 yilmi? 21-yil. Men shu qanday tushib ketganman u yerdan, nima bo'lganini bilmayman. Ko'zimni ochsam doktorxonada uyg'ondim. Daraxtga chiqdim. Hop, aka, yana bitta savol beraman. Voy, mana shu qizcha. Assalomu alaykum jiyanim. Qalaysiz? Alaykum va rahmatullohi. Assalomu alaykum. Voy, mashalloh. Mana shu qizcha. Alloh rozi bo'lsin akajonim. Alloh rozi bo'lsin akajonim. Hozir boshlaymiz. Ozroqgina shoshmay turinglar iltimos. Ozroqgina. Sovg'asi borlar urib turibdi. Badarkasi borlar urib turibdi. Ozroqginadan keyin chiroyligina qilib boshlaymiz. Arkam qo'lidagi. Oqila bobom. Mehribon tabiiy insonlar, mehribon. Mana shu shakar qizni ismini so'rasam bo'ladimi? Ismingiz nima jiyan? Nilufar. Assalomu alaykum. Meni ismim Sardor. TikTokda Sardor Gangster ismida, Sardor Gangster taxallusida ijod yuritaman. Sizni men videongizni ko'rdim. Otangizga bo'lgan mehribonchiligingiz, otangizga bo'lgan shunaqa bir his-tuyg'ungizni ko'rib, agar qo'limizdan kelsa, mana shu akalarimiz, mana shu opalarimiz bilan birgalikda mana shu dadangizni ayoqqa turg'izishga harakat qilamiz. Aka, ayoqqa turib ketasiz. Allohim xohlasa. Biz imkonni qilsak, duoni qilsak, Xudoyim xohlasa, shunday bir deganda erta shunday ko'zingizni ochsangiz, mana qarang, yiqilgan paytingiz ko'zimni yumdim, ochdim, oyog'im ishlamay qoldi dedingiz-ku. Agar Xudoyim xohlasa, Xudoyim shu kecha shunday uxlaysiz, ertaga shunday yurayotgan holatda Alloh mo'jizasi bu. Aka, narsa bo'lsa mana ersonimizda boshlaymiz. Virus krasavchik! Mashalloh! Danadir tog'alarim! Alloh rozi bo'lib ketaversin sizlardan. Kartangiz bormi oldingizda? Kartangiz bormi? Kartangiz bor, ha? Hurmatli, mashalloh, akajonlarim, mashalloh, rahmat, mashalloh. Akalar, eshitib oldik, takrorlamaymiz, savollarimizni berib bo'ldik. Alloh qodir qilguncha, Xudoyim qodir qilguncha, ehsonni mayda kichiga bo'lmaydi. Ehson qilgan insonda mukofoti ehson. O'z hissasini qo'shsa, bonito! Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli vidushilar, hurmatli donator akalar. Padarkalarimizni ayamaymiz, juda katta summa kerak. $25,000. Eshitishim bo'yicha $25,000, to'g'rimi aka? Eshitishim bo'yicha. Akalar, opalar, musofirda yurgan tog'alar, butun donator akalar, butun vidushi opalar, butun TikTokda o'z qissasini qo'shib faoliyat yuritayotgan insonlar, boricha padarkani uramiz, xalq kartaga tashlaymiz tindirmasdan. $25,000 gacha to'xtamaymiz. Shu kecha tonggacha bo'lsa ham to'xtamaymiz. Men boshladimmi, oxirigacha ketaman. Akajonim, ayting katta raqamlarni, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Boshlang akajon. 98. Necha? 98. Sulton akam, assalomu alaykum. Karta raqamlarni tindirmasdan pastda yozib turamiz, qadrdonlar. Karta raqamlarni tindirmasdan pastda yozib turamiz, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Mashalloh. Akajonim, karta raqamni tindirmasdan aytib turing. Ism familiya qaysi bay? Hammasini aytib turing. Akalarimizni joni qoldi. 98. 98. Necha? 13. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Sulton akam.
Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. To'xtamaymiz, jon jigarlar. Boricha. Qo'ldan kelgancha sovg'alardan yemaymiz. Dabay! Oqilar! Mashalloh, mashalloh. Qadrdonlar, mana! Joninglar sog' bo'lsin, joninglar sog' bo'lsin. Akajonim katta raqam to'xtatmang! Sulton o'g'lim! Voy, TikTokda qurollari keldi do'stlar. TikTokda qurollari keldi. Mashalloh. Baraka xotin. Ey, Xudoyim mehribon aka. Allohim mehribon aka. Joninglar sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin, Danatir tog'alar. Firuz og'am 707. Assalomu alaykum, rahmat. Jon akalar, opalar, ehsonni mayda kichigi bo'lmaydi. Kimda sovg'a bo'lsa ayamanglar, tamom. Kimda sovg'a bo'lsa ayamanglar. Efirda tindirmasdan podelitsa, like, rебята. Akajonim, katta raqamlarda ayting. Alloh rozi bo'lsin. Oqiyli og'am, Sulton og'am, aka Qodir. Ayturi, katta raqam. Aka, qo'limizga degancha, toma qo'l bo'lur. Toma qo'l bo'lur, bratan. Toma qo'l bo'lur. Mashalloh, mana. Kimlarni ko'ryapmiz bugun? Sulton og'alarimgacha kelishdi. Akalar, to'xtamaymiz. Sovg'alardan to'xtamaymiz, o'g'lar. Akajon, bir og'iz qaytarib aytsangiz, xalqimiz tindirmasdan pastga yozib turib duolar qilishadi. Молодец. Ey, mana vidushi qizlar bor. Vidushi qizlar, Ihson sevar vidushi qizlar ham bor. Alloh rozi bo'lsin. Молодец. Qizlar, akalar, opalar, молодец. Boringlarga shukr. Akajonim bitta katta raqamda aytib yuboring. Bitta to'xtamasdan. Obrinaxon. Mashalloh. 4198 1300 1300 8646 8646 4327. 4327. Alloh rozi bo'lsin. Kimda chiqadi? Akajon kimda chiqadi? Bayxanim Hikmatullo chiqadi. Bayxalim Hikmatullo chiqadi. Jon jigarlar, akalar, opalar, ehsonni mayda kichigi bo'lmaydi. Karta raqamga tindirmasdan qo'limizdan kelgancha. Bitta flash bilan bitta sigaret chaqmasak chaqmabmiz. Bir 50 ming so'mdan 11 ming odam tashlaylik. Inshaalloh akalar, nasib bo'lsa shu insonni oyoqqa turib ketishiga ozgina bo'lsa ham o'z himmatlaringni, o'z qissalaring